Ey hemşirem, siz dininizni tafsiliy bir şekilde inchkilik bilan o'rganishni xohlaysiz. Chunki siz Allohga nodonlik bilan ibodat qilinmasligi kerakligini, insonning fikri tuzalgan siri hikmatning ayon bo'lganligini bilasiz. Mana siz bugun suyumli payg'ambaringiz bilan birga uning oldirmasanglar duoyinglar ijobat bo'ladi. Duo qildim. Ammo duoyim ijobat bo'lmadi demanglar deganini anglayapsiz. Ey hemşirem, haqiqatan Alloh taolo ching turib tilgan kishilarni yaxshi ko'radi. Hazrati Oysha onamiz mundaq deydi. Bir kuni Rasululloh qayta-qaytalab duo qildi. Badr kuni mushrik qo'shinning to'planib kelganligini ko'rib, qibliga yuzlanib, qo'llarini ko'tarib turib, "Ey Rabbim, menga bergan va'dangni amalga oshirgin. Ey Rabbim, agar sen musulmonlardan tarkib topgan bu kichikkina guruhni vayron qilsang, yer yuzida sana mangu ibodat qilinmaydi" deb duo qildi. Rasululloh duo qilaverdi. Hatto duo qilaverganlikdan yepinchisi mursidan tushib ketdi. Abu Bakr kelib yepinchisini mursiga ep qo'ydi va "Ey Allohning elchisi, yetar. Chunki u sizga bergan va'dasini albatta amalga oshiradi" dedi. Ey hemşirem, Allohga biror hojatingiz tushganda, uningda ching turib Allohga duo qiling. Hargiz duoyim ijobat bo'lmadi deb o'ylab duo qilishdan voz kechmang. Kim biladi? Balkim Alloh sizning ovozingizni anglashni yaxshi ko'radigandir. Qayta-qayta duo qiling. Duo qilishdan zerikib qolmang. Duo ijobat bo'ladigan vaqtlarni tanlab turib duo qiling. Chunki bu vaqtlarda duoning ijobat bo'lish ehtimolligi yuqori. Muazzin azon o'qib bo'lganda payg'ambaringizga durud va salom yo'llang. Uning vasita bo'lishini umid qiling. Keyin hojatingizni Rabbingizga ayting. Yomg'ir yoqqanda bo'lsa, bu yomg'irni biz uchun foydali qilib bergin deb tilab, olamlarning podshohi Allohga hojatingizni ayting. Qibliga qaraganingizda, "Ey Rabbim, bu uyning shon sharafini texmi ustun qilgin" deb turib, hojatingizni sohibingiz bo'lgan zotga ayting. Sajda qilganingizda beshingizni ko'tarishga oldirmang. Hojatingizni Rabbingizga sajdada ayting. Chunki siz u vaqtda Rabbingizga eng yaqin holatda turgan bo'lasiz. Miskinlarning uyiga berib ularga sadiqa bering. Dori og'idek pulis yo'q kasallarga dori ep bering. Bolalar bilan tulqagan ayollarga yemak-ichmak, kiyim-kechak ep bering. Ota-onasi bir tuqqan qarindoshlardan ayrilib qolgan g'ariblarni yo'qlab, ularga tasalli bering. Shu yerda Rabbingizga iltijo qiling. Chunki Alloh dili sunuq kishilar bilan birga. Ey hemşirem, ba'zida duoning ijobat bo'lishi gunohingiz sababidan kechikib ketadi. Alloh sizning tövbe qilishingizni kutadi. Musa alayhisalom Bani Isroil qavmi bilan yomg'ir talab qilish namozini o'qish uchun chiqdi. Zamonda qurg'oqchilik yuz bergan bo'lib, kishilar halok bo'lish girdobiga berib qolgan edi. Ammo namozdan keyin yomg'ir yog'madi. Alloh taolo Musa alayhisalomga vahiy qilib, ularning orasida bir gunohkor kishining borligini aytdi. Musa alayhisalom buni qavmiga aytib, gunohkor kishining orasidan chiqib ketishini talab qildi. Keyin birdan yomg'ir yog'ishga boshladi. Musa alayhisalom Allohdan yomg'irning yog'ish sababini so'radi. Chunki u gunohkor kishi ularning oralaridan chiqib ketmagan edi. Alloh taolo u gunohkor kishining shu yerdan ayrilmay turib, tövbe qilganligini aytdi. Musa alayhisalom u kishining kimligini so'raganda Alloh taolo, "Ey Musa, men uni gunohkor holatida oshkorlamadim. Amdilikda tövbe qilib bo'lganda qandoqmi uning yuzini tushiray" dedi. Butun bir ummat tövbe qilmagan bir gunohkor sababidan yomg'irdan mahrum qoldi. Shuning uchun kishining o'zining gunohi tufayli duoyining ijobat bo'lmasligi albatta mumkin. Agar duoyingiz ijobat bo'lmayotgan bo'lsa, avval gunohingiz bormi yo'q tekshirib beqing. Chunki u duoyingizning ijobat bo'lishida bir to'salg'i bo'lishi mumkin. Alloh taolo faqat berishni xohlagan narsalarga duo qilishni buyuradi. Ko'pincha vaqtlarda masala o'zimizda ko'rildi. Shuning uchun o'zingizni tekshirib beqing. Ey hemşirem, bir İsa alayhisalomning yoniga kelib, "Menga nasihat qilgin" dedi. İsa alayhisalom uningga "Halol rizq izda" degan maqsadda niningning qayerdan kelayotganligiga nazar solgin dedi.
Haqiqatan harom mal dunyo duoning ijobat bo'lishiga to'salg'i bo'ladi. Bir hadisda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Alloh taolo payg'ambarlarni nimaga buyurgan bo'lsa, mu'minlarni shuningga buyurdi dedi. Alloh taolo mundaq deydi: Ey payg'ambarlar, halol narsalarni yanglar, yaxshi amallarni qilinglar. Men haqiqatan sizlarning qilgan amallaringlarni obdan bilaman. Biz sizlarni rizqlantirgan halol narsalardan yanglar. Ondan Rasululloh chas soqollari o'sib ketgan, kiyimlarini chang tuzan bosgan holatda safarga chiqqan bir kishini tilga ilib, u kishi "Ya Rabbim" deb iltijo qildi-yu, uning yemak ichmagi harom, kiygan kiyimi harom. U kishining duosi qandaqsiga ijobat bo'lsin, deydi. Shuning uchun agar duoyingiz ijobat bo'lmayotgan bo'lsa, kirimingizning manbasiga qarab beqing. Balki tijoratingizning manbasiga harom aralashib qolgan bo'lishi mumkin. Siz avval bularni tuzatgandan keyin duoyingizning ijobat bo'lishini kuting. Tabiiylardan bir kishi Allohdan doim jihadga nisb qilishni so'raydi. Ammo Alloh uning duoyini ijobat qilmadi. Jihad qilish nisb bo'lmadi. U duoyining ijobat bo'lmasligiga hayron bo'lib yurgan kunlarning birida tushidi bir kishi uningga: "Agar sen jihadga chiqsang, asirga tushib qolasan. Asirga tushib qolsang, xristian bo'lib ketasan" deganligini ko'rdi. Haqiqatan Alloh taolo ba'zida bizni yaxshi ko'rganlik uchun ma'lum narsalardan mahrum qiladi. Biz talab qilgan narsa bizlarga ziyon yetkazadiganlik uchun uni bizga bermaydi. Burun o'tgan kishilar duoyining ijobat bo'lishiga bir qavat xushal bo'lsa, ijobat bo'lmasligiga ikki qavat xushal bo'ladi. Chunki ijobat bo'lgani kishining tanlagani. Ijobat bo'lmagani bo'lsa, Allohning bandasiga tanlab bergani edi. Allohning bizlarga tanlab bergani bizning o'zimizga tanlaganimizdan yaxshi. Balki siz uzun zamonlardan beri Allohdan tilab, Alloh sizga nisb qilmagan yaxshi ko'rgan kishingiz bilan sizning hayotingiz balki do'zaxga aylanib, hatto diningizda fitna fasodga selishi mumkin edi. Siz bir qarashda faqat kitobning sirtini ko'rsiz. Balki siz arzu qilib erishamagan xizmat sizga nurg'un go'zal yo'llarni ochib berishi mumkin. Haqiqatan Alloh taolo ba'zi ishlarni insonning aqli yetmaydigan darajada hayron qolarlik usullar bilan o'zgartirdi. Shuning uchun siz Alloh haqida yaxshi gumon qiling va shuni esingizdan chiqarmangki, Allohning siz uchun tanlaganlari sizning nijotligingizning dal o'zi. Uning sizga bermaganlari sizga bermoqchi bo'lgan ne'matlarning bishorati. Ey hamshiram, ba'zi duolarning ijobat bo'lishi vaqti kelmaganligi uchun kechikishi mumkin. Ba'zi narsalarga muddatdan burun erishsak, uni buzib qo'yamiz yoki u bizni buzib qo'ydi. Avval vaqti kelib, ba'zi sabablar tayyor bo'lishi kerak. Biz ba'zi ishlar uchun pishib yetilishimiz kerak. Agar xohlasangiz, Rabbingizning buni oyatini aslang. Aqli to'shqanda uningga payg'ambarlikni va ilmni ato qildik. Qasas surasi 14-oyatning bir qismi. Ba'zi ne'matlar vaqtga bog'liq. Balki sizning duoyingizning ijobat bo'lgan vaqti kelmagandir. Shunga siz duo qilishdan charchab, uningdan voz kechmang. Alloh taolaning buni oyatini aslang. Tamga kelsak, u shahardagi ikki yetim bolaning edi. Tam ostida ularning haqqi bo'lgan xazinasi bor edi. Tam o'rilib ketsa, xazinasi ichilib qilib, kishilar uni ep ketadi. Ularning ota-onasi yaxshi odam edi. Parvardigoring ularning cho'ng bo'lganda tam ostidagi xazinasini chiqarib olishini iroda qildi. Bu Parvardigoringning ularga qilgan rahmati. Uni, ya'ni yuqorqi 3 ishni men o'z xohishim bo'yicha qilganim yo'q. Balki uni Allohning amri va ilhomi bilan qildim. Sen sabr toqat qilib turamagan narsalarning haqiqati ana shu. Kahf surasi 82-oyat. Agar u ikki yetim bola xazinani muddatdan burun olgan bo'lsa, uni zoyi qilib etgan bo'ladi. Yoki kishilar ulardan u xazinani tortib olgan bo'ladi. Ba'zi ne'matlarning vaqti kelganga qadar yushirin turishi afzal.